Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugungi darvozamizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palaxon shaharchasiga qurdik bu darvozamizni. Mana darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak 4 metrga 3,5 bo'ldi balandligi. Bu darvozamizni endi sizlarga razmerini mana tanishtirdik. Endi do'stlar materiallarini tanishtiramiz. Mana korobkasi 8 ga 8 ikkilik stenkada bo'lgan. Nimalari bo'lsa, davralari bo'lsa 6 ga 4 1.7lik stenkada bo'lgan. Listlari bo'lsa pilisovoy 1.3 ta bo'lgan mana. Mana nimalari bo'lsa, kraskalari bo'lsa ustoy tushilganmiz. Mana bu zamoqlari bo'lsa apekis zamoq bo'lgan. Mana nimalari. Endi arqa tomonlarini ham mana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana arqa tomonlarini ham bir qator ko'rib olinglar. Mana arqa tomonlari ham tekis, o'ta chiroyli, o'ziga mos chiqqan mana. Mana zamoqlarini ham mana ko'ringlar, mana ishlashini mana. Zamoqlari ham tungi quluplargacha bor mana darvozamizni. Mana darvozamiz o'ta chiroyli, o'ta baquvvat, o'ta sifatli darvoza chiqqan. Mana darvozamiz, mana nimalari.